Akalar, bugun xudo xolasa videoni boshidan bittadan like bosib tursalaring akalar, biz sizlarga bugun qo'ydi haqiqiy zo'rlarni, chiroylilarni chiqarib beramiz. Ikkinchi partiyamizga akalar qo'chqorni mana bunday movisidan chiqdi. Jonivorni qaranglar. Hurmatli obunachilar, 4-partiyamizga qo'chqorni mana bunday qora panterasidan chiqdi akalar. Akalar, videoni boshidan xudo xolasa bittadan like bosib turinglar. Like bosgan akalarimizni qo'rasida mana shunday legendarniy qo'chqorlardan kamida 100 bosh, 200 boshlab boqishlik nasib qilsin. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Akalar, bugun hafta kuniga shanba 2026-yil 2-may xudo xolasa 2-may mana Qo'chqorni legendalari sotuvda. Bunaqa qo'ylarni Navro'zbek kanalingizda kim chiqaryapti desalaring o'sha arzonchi Dilmurod akamizni mini qo'y fermalardamiz. Assalomu alaykum aka. Assalom, kelib oldingizmi? Sizingiz aka charchamasdan. Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi aka xudo xolasa zo'rlardanmi? Zo'rlardan kelgan. Videoni oxirigacha ko'rib tursin, xudo xolasa hamma. Bittadan like bosib qo'ysan-a? Xudo xolasa hamma chiroyli qilib chiqarib beramiz. Aka bo'lmasa buni videoni cho'zmaylik, ma'lumotini beravering. Bu Navro'zbek qo'zi, mana. Yosh qo'zi. Necha oylik atrofida? 11 oylik o'tdi bu. 11 oylikdan o'tgan qo'zi qo'chqor. Oldi ko'hraklari, o'ta polvon jonivor. oldi ko'hraklari akalar, hop, stakan tuyoqligi mana, tuyoqlari stakan tuyoq, orqa dumba razrezlarini bitta ko'rsatib qo'yaylik. Mana akalar, dakansa razrez, dumpa aralashmagan orqa oyoq kengliklari yaxshi. Keyin akalar buni bel tekisliklariga ahamiyat beringlar. Juda ham chiroyli kelishgan qo'chqor ekan. Buni aka yedi ishti sog'lomligi, undan tashqari hop qo'yga qarashlariga garantiyalari beriladi, bir hafta. Doimgi deydi. Bir hafta kafolatlari beriladi. Samarqandga qilib beramiz doimgi deydi. Dastavkalar Samarqandgacha qilib yetkazib olib borib beriladi. Bularda aka endi bo'ybastini bir o'lchab ko'rsatamiz-a. Hop, o'lchab ko'rsatiladi akalar bo'ybastlari. Endi Dilmurod akamizni shogirdlari ketib qolibdi. Mana uzoqdan beraman akalar. Uzoqdan ham ko'rib olaveringlar, yaqindan ham ko'rib olaveringlar. Hamma tomondan. Mana Dilmurod aka metrni qo'yingchi. Mana akalar metrni o'zim olib berdim. Bittadan like bosib qo'yinglar akalar mehnatimizga. 90 plus aka 92 shunaqa chiqyapti. 90 ga. Bu hali do'xtida o'sadigan. Hali o'sarmon narsa. O'sadigan narsa. Buni aka narxini qancha deymiz? Buni Navro'zbek 13 million qilib beraman buni. 13 million so'mga. Aka Dilmurodjon like bosib telefon qilyapman ukam. Ozmos xayriga o't ber deganlarga o't beramizmi? O't beramiz doimgidan Navro'zbek. Gap yo'q aka. Hurmatli obunachilar, 13 million so'mga telefon qilib aloqaga chiqasizlar, xudo xolisa tavsiya qilaman. Qo'chqor juda ham polvon akalar. Mana qaranglar. Toni go'zal, toni simjun, undan tashqari belini qaranglar polvon mana. Bitta qo'l yetmayapti mana. Misol uchun bitta qo'l yetmayapti akalar. Jonivor juda ham go'zal, krasavchik narsa. Telefon qilib aloqaga chiqinglar, xudo xolasa qo'ydi zo'rlari bugun sotuvga chiqyapti. Bo'lmasa akalar biz keyingi partiyalarimizni boshlaymiz. Tavsiya qilaman, shoshilinglar, arzon bo'ldi. Ikkinchi partiyamizga akalar qo'chqorni mana bunday movisidan chiqdi. Jonivorni qaranglar. Sarig'ajdar deb qo'yamiz. Jonivorni qaranglar, yuzlari juda ham boshqacha. Bagati qo'chqor akalar. Quloq tashashlarini qaranglar. Quloq tashashlari ham o'ta ham go'zal, xudo xolasa. Hop, Dilmurod aka, bu qo'chqorimiz yosh qanaqa aka? 4 tishga endi o'tdi buni. Ana bir tishlarini ochib ko'rsatib qo'yaylikchi. 4 tish, oldi ko'hraklarini qarab qo'yinglar akalar. Taglari xudo xolasa oq, oyoqlari stakan tuyoq variantidan. Qo'ydi zo'rini olaman degan obunachilarimizga akalar, mana bunday oq palasalari bor, undan tashqari men qaranglar. Sim hijolat, mana bu to'ndi oldida sim hijolat. Haqiqiy simjunidan olaman deganlarga, haqiqiy zo'rini olaman deyapsizmi aka? Bizni kanalga obuna bo'lib qo'ying. Mana orqa ko'rinishlari akalar. Mana jonivorni qaranglar. Orqa oyoq kengliklari, quyruq joylashuvlari ham xudo xolasa o'ta ham zo'r kelgan variantidan. Dilmurod aka buni endi bo'ybastlarini o'lchab ko'rsataylik-a? O'lchab ko'rsatamiz. Mana akalar, sizlar uchun akalar qo'ydi hamma tomonlama har yerini ko'rsataman. Sizlar ham paddishga qilib like bosib qo'yinglar. Mirasayu Madora deganda teparoqdan o'shang aka. Mana akalar 93 92 shunaqa aka. 90 plyusga olishaveradi buni. 90 plyusga olaverasizlar akalar. Xudo xolasa bu ham o'sadi hali. Bu ham hali o'sadigan narsa. Jonivorni qaranglar. Tayyor holatda bu. Sovliqqa tayyor, sovutilgan. Yo'q, sovutishmaydi, o'zi tayyor qo'shishaveradi. O'zi sovutilgan. Aka biz obunachilarga aytib o'tib keting, men juda ham ko'p aytayapman. Hop, kanalga chiqadigan qo'ydi, kelgandan keyin sinab, qo'yga qarash, yeb ichishi sinab, keyin qo'y qo'shiladi, to'g'rimi? Shunaqa, vaksinaga qilib qo'yamiz biz doimgi. Vaksinalari ham qilinadi, keyin kanalga chiqadi. Obunachilar bizi kanalda xudo xolasa obuna bo'lib qo'ya olsalaring yutqizmaysizlar, garantiyalari beriladi. Hamma tomonlama har yeriga garantiya berilyapti, lekin joniga emas, jon Allohniki.
Hop, aka, endi buni narxini nech pul qilib beramiz? Buni 12 million qilib beraman Navro'zbek. 12 million so'mga ketaveradi. Dastavkalari bilan. Gap yo'q. Bu tomonni o'girib qo'ying endi. Hurmatli obunachilar, 12 million so'mga telefon qilib aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa, arzoni qayerda bor? Bunaqa arzoni Navruzbek o'z kanalida bor. Navruzbek o'z xalq uchun maxsus. Bo'lmasa akalar biz keyingi partiyamizni boshlaymiz. Aka, siz Qo'chqorda mana bunday shalpan qulog'ini qidirib yurganmidingiz? Men sizga xudo xolasa zo'rini topib qo'ydim. Shalpan qulog'i mana bunday simjuni akalar. Bo'lmasam 3-partiyamizni ham boshladik. Qo'chqorda zo'rlar xudo xolasa sotuvga chiqyapti dedim videoni boshida. Videoni oxirigacha ko'ringlar akalar. Qora pantera, qora marvarid, qora shahzodalari ham chiqadi. Hop, Dilmurod aka buni yoshi qanaqa? Bu ham 4 ishga yangi o'tdi mana Navro'zbek. 4 ishga yangi o'tdi xudo xolasa akalar. Oldi ko'hrakni qaranglar. Oyoqlari stakan tuyoq. Yangi 4 ish, dumbarazres ham xudo xolasa yaxshi. Mana akalar, dumbarazres, orqa oyoq kengliklari, kastiyaklari ham polvon akalar. Undan tashqari, mana qaranglar, quyruqlari chiroyli joylashgan. Qo'y bir tekisda. Bunaqa bachkana dumbalari osilib ketgan narsa emas. Hop, buni aka bo'ybastini nechiga beramiz aka? O'lchab ko'rsatamiz. Obunachilarimizga o'lchab ko'rsatiladi. Mana akalar. Bo'ybastlari xudo xolasa qo'lingizda oling. 92 93 shunaqa 90 pilsga olishaveradi. Olishaveradi. Hurmatli obunachilar 90 pilsga olaverasizlar. 7 ishda sog'lomligi, Bir hafta qo'yga kafolat qarashi, bor, bir hafta hammasiga. kafolat. Aylantiring aka bu qo'yni endi. Mana obunachilar bu tomondan ko'rinishlari. Sizlar uchun hamma tomonlama har yerini ko'rsatamiz. Like-ni bosib qo'yinglar akalar. Murasaviy Madora deydi. Bir-birimizni paddashka qilmasak, kim paddashka qiladi? Dilmurod aka, narxi nech pul bo'ladi endi? 11 million qilib beraman Navro'zbek. 11 million so'mga ketaveradi. Dastavkalari bilan. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, 11 million so'mga telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa, Qo'chqorni metrajnoy legendarniy varianti. Telefon qilib aloqaga chiqinglar akalar, tavsiya qilaman, arzon bo'ldi. Bo'lmasam biz keyingi partiyalarimizni boshladik. Hurmatli obunachilar, 4-partiyamizga Qo'chqorni mana bunday qora panterasidan chiqdi akalar. Qo'chqorni qaranglar, mana bunday qora marjonidan baqaman deyotganmidingiz? Mana aka, siz uchun qora marjon variantidan. Tonini qarang buni. Tonini qarang. Voy, mashalloh. Haqiqiy simjun. Dilmurod aka, Qo'chqorni ma'lumotlarini bering, obunachilar kutib qolmasin. Navro'zbek bu ham qo'zi. Mana yoshlarni ko'rib qo'yaylikchi. Mana. Qo'zi narsa. Necha oylik qo'zi aka bu? Bu 11 oylik bo'ldi. 11 oylik qo'zi Qo'chqor akalar. O'zi tulaydigan variant. Jonivorni qaranglar. Shu yerda qolgan xolos mana. Ponni tulagan o'zi. O'zi tulagan. Akalar qaranglar, bo'yin uzunligi yaxshi. Quloq tashashlarini ko'rsataman. Quloq tashashlari zo'r, o'ziga yarasha garbanosi bor. Aka bu hisor emas, arashana bu. Yo'q, arasham mana isboti mana. Qirg'iziston bilkalari 2298. Toza arashan, xudo xolasa, orqa oyoq kengliklari yaxshi, quyruq joylashuvlari zo'r. Hamma tomonlama kelishganini, go'zalini olaman deyotganmidingiz aka? Kanalga obuna bo'lib qo'ying, qo'ydi zo'rlari bizda. Egiz bo'lgan bu. Egiz bo'lgan, ha? Buni bitta egizini Toshkentga sotdik buni. Bitta egizi Toshkentga sotilgan. Hop, buni aka narxi qancha bo'ladi endi? Buni Navro'zbek qiziqqan odamga 15 millionga dastavka qilib beraman men buni. 15 million so'mga dastavkasidan ketaveradi. Bo'ybastini bitta o'lchab ketaylik aka. Mana obunachilar aylantir. Bo'ybasti akalar mana 92 93. 90 ga olishsin buni. 90 ga olishaveradi. 90 ga. 15 million dedingiz narxini. 15 million so'm ketaveradi. Aka telefon qilganga xayrini o'tib berasiz, xudo xolasa xayr sunnatiga o'tib berasiz. Mana akalar, xudo xolasa telefon qilib aloqaga chiqinglar. Abdulmurod aka, sir bo'lmasa, Toshkentga ketgan necha pulga ketgandi egizi, sherigi? Buni 14 million 500 ga ketgan. 14 million 500 ga. Mana obunachilar sizlarga o'zim xudo xolasa yaqin qilib tavsiyani qilib qo'ydim akalar. Telefon qilinglar, Dilmurod akamiz yo'lida qilib beradilar. Qo'chqorda zo'ri. Kelishganini olaman deganlarga. Bo'lmasa akalar biz keyingi partiyamizni boshladik. Obunachilar, mana bu Qo'chqorda kalla garbanoslariga bittadan ahamiyat berib qo'yamiz akalar. Quloq tashashlarini qaranglar. Quloq tashashlari o'ta ham go'zal, kallalari bir qarashda odamni o'ziga jalb qilib turadigan variantidan. Mana bunday oq polasalari bor. Mana bundaqa toza simjun, oyoq kastiyaklari polvon. Mana bunday istagan tuyoq akalar. Jonivorni qaranglar. Uzunliklari ham xudo xolasa hamma tomonlama kelishgan. Tavsiya qilaman aka, telefon qiling, Qo'chqorni zo'ri chiqib qoldi. Dilmurod aka buni yoshi qanaqa? Tish buzdi mana Navro'zbek. Endi ikkitishga chiqaryapti, yana hali chiqarib yurmadi degan so'z bu. Akalar, qo'y 4 tishdan 6 tishga buzgungacha o'saveradi akalar, hali ancha o'sadigan narsa. Buni aka bo'ybastlarini o'lchaylik bo'lmasa. Lekin bu qo'yni kalla garbanoslari, quloq tashashlari juda ham zo'r ekan. Mana akalar, bo'ybastini qaranglar.
Bo'ybastlari ozgina ekan 90. 85 plyus 85 plyusga olaverasizlar. Oldi ko'hragini qarab qo'yinglar. Oldi ko'hraklari ham xudo xolisa o'ta ham go'zalidan. Hop, Dilmurod aka buni 7 ishti sog'lomligiga bir hafta kafolati bor. kafolati bor. Aka dumbasini bu tomonga olib chiqing mana. Dumbalarni ham bitta ko'rsatib qo'ying mana akalar. Dumbani qaranglar. Mashalloh. Razrez xudo xolisa mana. Juni bekitib qopti mana. Razrez dakansa, dumpum aralashmagan, orqa oyoq kengliklari juda ham zo'r. Hop, Dilmurod aka buni qo'yga qarash, hamma tomonlama garantiya berasiz a? Bor, bir hafta kafolati bor. Bir hafta kafolati bor. Endi aka buni narxi qancha bo'ladi? Buni 13 million qilib beramiz Navro'zbek. 13 million so'mga ketaveradi. Dastavkalar ichida Hop, ketaveradi. aka, obunachilar laykni bosib telefon qilyapman Dilmurod. Yo'lida qilib bering-ku deganga, yo'lida qilib beriladimi? Iltimos, her so'z o'tib beriladi. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, telefon qilinglar, ishlaring обязательно bitadi. Bugungi qo'chqorlar akalar juda ham arzon narxda chiqyapti. Keyin har kuni har yerda sotiladigan qo'ylar emas, juda ham nasli toza qo'chqorlar chiqyapti. Telefon qilib aloqaga chiqinglar akalar, bo'lmasam biz keyingi partiyamizni boshladik. Tavsiya qilaman, hammasidan mana shu qo'y juda arzon narxda chiqdi. Obunachilar, 6-partiyamizga mana bunday qo'chqorni haqiqiy simjum, qaranglar. Juda ham go'zal. Tovlanadigan variantidan yuzlari, orqa dumba ko'rinishlarini qaranglar akalar. Orqalari ham xudo xolisa juda ham kelishgan, quyruqlari tikka, orqa oyoq kengliklari. Kastiyakni qaranglar. Kastiyaklari ham juda ham polvon, oyoq kastiyaklari polvon narsa. Oldi ko'raklari ham kelishgan. Hop, Dilmurod aka, bu qo'chqorimiz yoshi qanaqa? Bu ikki tish o'tdi Navro'zbek. Ash qichqirayotgan xo'rozimizga laykni bosib qo'yinglar. Mana akalar, jonivorni qaranglar, ikki tish narsa, xudo xolisa. Hisor Navro'zbek arashanmas. Toza hisor, ha, bu. O'zi buni aka toni ham aytib turibdi, qaysi zotlarligini. Tonini qaranglar. Hisori qo'chqorni zo'rini olaman degan akalarimiz uchun xudo xolisa tavsiya etiladi. Qo'ydi zo'r akalar. Xohlasangiz arashanga qo'shib bola oling, xohlasangiz afg'on, xohlasangiz aka hisorisiga qo'shing. Jonivor xudo xolasa o'ta ham go'zal. Quloq tashashlari, kilogrammi 105 kilogramm bor Navro'zbek. 105 kilogramm, ha? Kilolari ham akalar 105 kilogramm. Bu tomonga o'giring aka. Hop, yosh iktish, qo'yga qarashiga, 7 ishtisiga bir hafta kafolati bor. Bir hafta kafolat. Bo'ldi, sinab ko'rishaveradi. Gap yo'q. Oyoqlari ham mana stakan tuyoq. Endi aka bitta metr solaylik qo'chqorimizga. Qo'chqor akalar juda ham kelishgan narsa ekan. Hali nima desa bo'ladi? Bir ko'rishdamda odamga yaqib bo'ladigan narsa bo'ladi-yu, misol uchun mashinada ham boshqa narsada ham mana. Hayvonda ham mana akalar, bo'ybaslari 90 xudo xolasa bo'ldi aka. Bo'ybaslari 90, o'sha bir ko'rishda yoqtirib qoladigan variantda. Dilmurod aka, narxini nech pul deymiz aka? 15 million qilib beramiz Navro'zbek. 15 million so'mga obunachilarimizga. Xudo xolasa. Obunachilar xudo xolasa hisorini ishqivozimisiz aka, telefon qiling. Ishingiz bitadi. Oldi ko'kragi juda ham keng narsa. Telefon bo'g'mang aka. Telefon qilib aloqaga chiqinglar akalar, tavsiya etiladi. Bo'lmasam biz bundan keyingi ham bormi aka? Yana bir dona bor. Bundan keyingi akalar yana bir dona bor. Zo'ridan bor. Telefon qilib aloqaga chiqinglar, bo'lmasam biz keyingi partiyalarimizni boshladik. Obunachilar, so'nggi partiyamizga chiqqan qo'chqor. Bunaqa qo'chqor akalar har kuni har yerda sotiladigan narsa emas. Mana qaranglar, dumba razrez dakansa, undan tashqari yuzlari ham o'ta ham go'zal. Quloq tashashlari hamma tomonlama kelishgan variant. 20 chiqdi Navro'zbek buni. Quloq parametrlari 20 aka. ha. Toni ham akalar, xudo xolasa juda ham chiroyli, simjum variantdan. O'zi akalar, Dilmurod akamiz hech qo'ydim deyrog'ini chiqarmaydilar. Ilojini boricha bozordan olsalar ham, boshqa yerdan olsalar ham qo'ydi yaxshisini, chiroylisini terib keladilar. Hop, Dilmurod aka, buni yosh qanaqa dedingiz? Bu 8 oylik qo'zi bu. 8 oylik qo'zi qo'chqor. Xudo xolasa akalar, avgustga tayyor bo'ladi. Mana. Pulingiz sal kamroqmi yoki pulingizni hechasini qayergadir ishlatish kerak mana aka? Arzonidan olasiz, avgustga tayyor bo'ladi. Ozgina vaqtingiz ketadi, chiroyli qilib bog'ib olasiz aka. Mana. Bo'ybaslari 81-82. 80 ga olishaveradi Navro'zbek buni. Buni Dilmurod aka narxi qancha? Buni Navro'zbek bo'ladigan narxini qo'yamiz buni. Nech pul qo'yamiz? 8 million 500 ming dastavka qilib beraveraman buni. 8 million 500 mingga ketaveradi. Hurmatli obunachilar, 8 million 500 ming so'mga ketaveradi xudo xolos. 8 million 500 ming so'mga arashan qo'chqorni nima desa bo'ladi? Sovliq bo'lsa yarichga endi qo'chqor. Telefon qilib aloqaga chiqinglar, tavsiya qilaman, arzon bo'ldi. Ko'ngillariga yo'l topsalaring, oz-moz xayriga o'tib beradilar. Bo'lmasam akalar, bugungi video syomkalarimiz mana shular edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh chorvalaringga baraka bersin.